Assalomu alaykum aziz muxlis, Gulli TV kanalimizga xush kelibsiz. To'g'risi boshda mana bunaqa ishonmagan edim, ya'ni nimaga uyda o'tirgan holda bemalol ko'p daromad, ya'ni pul topish osonligini oddiy Telegram kanalga o'tib ham Telegram orqali ko'p daromad qilishga men ham boshda ishonmagan edim, lekin bu kanalni ko'rganimdan keyin, o'zimni ko'zim bilan ko'rganimdan keyin, aksivlarni ko'rganimdan keyin ham ishondim. Bu narsani o'rganish uchun sizlarda hech qanaqa tajriba kerak emas. Sizlarga o'zingizlarga noldan o'rgatishadi, keyin foydaga chiqquningizgacha o'zingizlarni har bitta insonni o'zini kurator bo'ladi. Foydaga chiqquningizcha sizlarga hammasini noldan o'rgatishadi. Agar kimga qiziq bo'layotgan bo'lsa, shu narsa men sizlarga pastda ham yo'lda silkasini qoldiraman. Bemalol o'tib sizlar ham noldan o'rganib daromadgacha chiqishingiz mumkin uyda o'tirgan holatda. Birinchi nevarapam bolalari kirishayotgan biza. To'g'rimi Milana? Sunnat. Qalay? Sunnatilla bilan Muhammad. Hovlingizga qarang. Hovlingizga yozgi oshxona qildik, alohida. Hojatxona qaytadan qilindi, uyingiz ham qaytadan qildik. Endi uyingiz xudo xohlasa oshxonadan tashqari 3 ta xonasi bor. Qizingiz bilan sizga alohida xona, mehmonlaringizga alohida xona, keyin o'g'il bolalar uchun alohida xona. Kiringlarchi? Kiringlar. Kelinglar. Davay, kiring. Ana Sunnatilla bilan Muhammad yangi uyi. Kanada ekan, qanchani qilyapti? Birinchi kursach ko'rib qilyaptimi? Qaysi birisan deydi? Bu yoq qurildi, qo'shildi. Oldingiz o'taman deydi. Bu o'g'il bolalar uchun ikkita kravat qildik. Yaxshimi? Yotchibdi ham. Tepada kim yotadi? Chiq davay. Tayinladi. Yugurlab bo'lmoqda. Ana, tushib ketmaysanmi? Tushib ketmaysanmi? Yaxshimi? Bundan multfilm ko'rib, ha? Sekin tushasan faqat. Kel. Ana. Ham yo'lda dars qilishadi. Milana o'zini yaxshi ko'rgan labubusini opasiga bermoqchi, rosa uyalib ketyapti. O'zing ber. Uyaladi. Sizga ekan. Bu jonu jahoni Milanani sevimli labubusi. Esizdami bu joy? Bu xonangiz? Bu xullas sizning xonangiz, qizingiz bilan. Keling. Ana qizlarning xonasi. Ana. Bu joy ham esizdami? Mana bu turadi kravatingiz. Hammasini buzib tashladik. Esdalik bo'lish uchun ikkita xonani qoldirdik endi razmerida. Atak hamma joyini buzib qaytadan qildik. Yoqdimi rostdan? Yo'q. Qanaqa chiqibdi? Topgan bilan barakatni bersin. Voy aslanım. Barakatni. Bersinmi? Voy bo'ling. Sizlar ham boy bo'lib ketinglar. Katta bola bo'lganingizni ham eslab yuring. Uy yoqdimi sizga? Chiroyli chiqibdimi? Endi mana shu yerda o'tirib ovqat yeysizlar, mana bu o'ynaysizlar, mazza qilib, ha? Va xohlasa. Yaxshi. Bundan keyin endi shu bolalarni ustidan yopmang-da, hovlini yopib ketasiz. Bolalar bemalol hovlida o'ynab yurishaveradi, ha? Rahmat aytishdi. Voy, rahmat. Siz ko'rmadingizmi shu paytga yetib yaqin Chiqqanizdami yo boshqachami? Qanaqa kutuvdingiz? Aka videoda ko'rdingizmi? Keyin video qo'ydim. Ha, kecha qo'ygan videoni. Ha, bunaqa video, qisqaroq video olib qo'ydim-da. O'shani ko'rganlarda. Mana shu mebellarni ham uchxonakani o'zi qilib berdi. Duo qilib qo'yasiz uchxonakani alohida. Xohlasa. Yana oldiga bor.
Nima desam?